Juda ham chiroyli ko'rinishda. Siz san'at asarini mana hech qancha vaqt o'tgani yo'q, san'at asarini tayyorlab qo'ydingiz. Har bir kasbni o'zini san'at darajasiga yetkazadigan ustalar bo'lish kerak deyishadi-ku. Yashang Bu ham Mavlono. san'at edi. Bundan oldingi suhbatimiz ham san'atkor edilar, bular ham san'atkor. Marhamat. Ozgina izoh, ozgina ta'rif, ozgina. Hozir tushuntirishlar. dugonalarim retseptni yozib olishlari kerak. Marhamat. Albatta, bunda ishlatgan mahsulotlarimiz inson salomatligi uchun foydali bo'lgan lavlagi, ya'ni bahorda aytib o'tdim, immunitet Immunitetni tushishi, ko'taradi. kamqonlik kuzatiladi. Shu holatda lavlagili salat tayyorladik. Bu salatimizning nomi shohona salat deb nomlanadi. Bunga ketadigan narsa asal, parmezan sir, gajak, handon pista, kidroviy yong'oq va 3 turdan iborat sirimiz, mevalarimiz. Buni bahorda ko'proq iste'mol qilishlarini tavsiya qilamiz. Albatta insonni yaxshi kayfiyatda yurishiga, kuchli bo'lishiga kerakli barcha mahsulotlarimiz bor. Shohona salat. Albatta buni retseptini aytib o'tamiz. Shu holatda tayyorlanishini o'zimiz sahifamga o'tsa beraman. Demak, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarga obuna bo'lib qo'yamiz va o'zimiz uchun kelin-poshalar juda ham ko'p retseptlarni aynan ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalardan olishimiz mumkin ekan. Ana endi mana chiroyli salat tayyor bo'ldi. Iftorlik dasturxoni uchun juda ham chiroyli, ko'rinishi ham chiroyli, rang-barang. Ismaloq ham ko'ryapman yoki ismaloq emasmi? Iceberg. Iceberg. Iceberg ko'ryapsiz, salat list. Juda ham chiroyli. Demak, bugun kechga mana hozir oila a'zolari meni kuzatib turishibdi. Mana shu salatni tatib ko'rasiz. Mayli, ovqat qila olmasam ham mana shu salatni qilib berishim mumkin. Mayli. Lekin juda ham chiroyli ko'rinishda. Sizga rahmat aytamiz. Qimmatli vaqtingizni ayirmasdan kelganingiz uchun rahmat.